Mukashafatul qulub. Tavba. Erkakmi, xotinmi, qat'iy nazar har bir musulmon tavba qilishi vojibdir. Alloh taolo buyuradi: Ey iymon keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz. Shoyidki, Robbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdan bog'larga kiritsa. U kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirganlarni sharmisor qilmas. Ularning nurlar oldilarida va o'ng tomonlarida yurar. Ular: Ey Robbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat etgin. Albatta, sen har narsaga qodirsan, derlar. Tahrim 8. Bu oyatda qaytinglar, chin tavba qilingiz degani. Amr vojib zarurat uchundir. Yana Alloh taolo buyuradi: Sizlar Allohni unutib qo'yganlar. Bas, shundan keyin Alloh ularga o'zlarini ham unuttirib qo'ygan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana o'shalar fosiqlar va kofirlardir. Hashir 19. Fosiqlar Allohning yo'lida og'gan kishilar bo'lib, iymonsiz fosiqlar va fojir fosiqlar degan ikki qismga ajraladi. Iymonsiz fosiqlar Allohga va payg'ambarlarga inonmaydigan, Allohning to'g'ri yo'lida chiqadigan, buzuq yo'llarga kiradigan va bu borada Robbimiz bunday dedi: Faqat iblis sajda qilmadi, u jinlardan edi. Bas, Parvardigorning amriga bo'ysunishdan bosh tortdi. Qahf 50. Fojir fosiq ichkilik ichadi, harom yeydi, zino qiladi va boshqa xususlarda Allohga qarshi boradi, ibodat yo'lidan chiqadi, ma'siyat, gunoh yo'llariga kiradi, faqat Allohga shirk keltirmaydi. Iymonsiz fosiq bilan fojir fosiq orasidagi farq shudir: iymonsiz fosiqning vafot etmasidan oldin iymonga kelib tavba qilgunicha afvga sazovor bo'lishadi. Umid yo'qdir. Fojir fosiq esa vafot etmasdan oldin tavba qilsa afv etilishidan umidvordir. Chunki nafsning shahvoniy xoyu-havasidan yuzaga kelgan kichik gunohlarning afv etilishidan umid qilishi mumkin. Kibr va g'ururdan yuzaga kelgan katta gunohning esa afv etilishidan umid yo'qdir. Iblis gunohning asli kibrdan edi. Shunday bo'lgach, ey musulmon, ajaldan oldin iymon amallarini tark etishiga, yaxshi va go'zal amal qilish naqshlanishining sening zamoningdagi vazifadir. Shuning uchun ham Alloh taolo dedi: Bu bandalardan tavbani qabul qiladigan, yomonliklarni afv etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir. Shuro 25. Payg'ambarimiz bunday dedilar: Gunohlardan qaytib, yomon amallarini yaxshi amallar xirmoniga aylantirganlar gunoh qilmaganday bo'lib ketadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu nihoya qiladi: Bir kecha Allohning rasuli bilan birga xufton namozini o'qigandan keyin uyga qarab ketayotgan edim. Ko'chada qarshimdan bir xotin chiqib menga dedi: Ey Abu Hurayra, men bir gunoh ish qilib qo'ydim. Tavba qilsam yana yo'lim ochilarmikan? Unda nima gunoh qilganimni so'radim.
undan nima gunoh qilganini so'radim. Zino ishini qildim va bundan bo'lgan bolani ham o'ldirdim. Xotiniga o'zing halok bo'libsan, bolani ham o'ldiribsan. Sen uchun tavba yo'li berk dedim. Bu gaplarimni eshitgan xotin aqldan ozayozdi. Men esa jo'nab ketdim. Faqat keyin o'z-o'zimga men fatvo berdim. Holbuki Rasulullohdan so'rab ko'rayin, balki men yanglish fatvo bergandirman dedim. Rasulullohga bu masala haqida arz qilganim, huzurlariga borib bergan fatvoyimni aytganimda menga dedilar: o'zingni ham halok qilibsan, xotinni ham. Mana bu oyatlardan xabaring yo'q edimi? Ular Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni man etgan jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlarni iymonsiz holda qilsa, gunohga uqubatga uchrar. Qiyomat kunida unga azob bir necha barobar ziyod qilinur va u joyida xorlangan holida mangu qolur. Illo kimki shu dunyoda tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblariga aylantirib qo'yar. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Kimki tavba qilib ezgu ishlarni qilsa, bas albatta u Alloh rizosi va mag'firatiga qaytgan bo'lur. Furqon 68-71. Shunday yanglish fatvo berganimni angladim. Rasulullohning yoniga chiqdimu, ey voh, mendan fatvo olgan xotinni endi kim menga topib beradi, deb faryod ko'tardim. Bolalar Abu Hurayra jinni bo'lib qolibdi, deya pichirlashdi. Keyin zir yugurib keldim va xotinni topib masalani tushuntirdim. U sevinib chinqirib yubordi. So'ngra mening bir bog'im bor, shuni Allohga va rasuliga sadaqaga beraman dedi. Batul G'ulom degan bir kishi bor edi. Fisqu fujur ahlidan edi. Buzg'unchilikda va sharobxo'rlikda unga yetadigan topilmasdi. Ana shu fasodchi va moyxo'r odam bir kuni Hasan Basriyning davrasiga kirdi. O'sha onda Hasan Basriy majlisdagilarga iymon keltirgan zotlar uchun dillar Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ngra payg'ambarimizdan keyingi muddat o'zingacha dillarni qotib ketgan kimsalar, ya'ni yahudiy va nasroniylar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ularning ko'pi fosiq, itoatsizdirlar. Hadid 16 mazmunidagi oyatni o'qiyotgan edi. O'qib tugatgach chiroyli bir suhbat bo'ldi. Shunday suhbatki butun jamoatni yig'latdi. Shu orada bir yoshgina yigit o'rnidan turdi va Hasan Basriyga kitobni bunday dedi: ey mo'minlarning eng go'zal axloqlisi, Alloh mendan fisq fujur sohibi gunohlarning tavbasini ham qabul qilishini buyurdimi? Ha, azamatim, agar boshqa bunday qilmaslik sharti bilan yomon amal
sharti bilan yomon amallaringni tark etsang, bu Allohdan af tilasang seni ham af etadi. Yigit bu so'zlarni eshitganida rangi o'chib sap sariq bo'lib ketdi. Badanidagi tuklari tippa-tik bo'ldi. Bir oq tortib hushini yo'qotdi. O'ziga kelganida Hasan Basriy unga yaqinlashdi va ushbu baytlarni o'qidi. Ey Allohga qarshi yigit, osiy sag'ir gunohkorning jazosi ne bo'lasanmi? Osiylarning joyi sair yonar o'zi, shiddatli o't ichra pishar go'zal yuzi. Mayli o'tda yonay desang haqni unut, ey o'zingni gunohlardan uzoqda tut. Allohingga qarshi gunoh qilgan bo'lsang, tavba qilgin, zarardagi abadiy qulsan. Tavba qilgin, zarrobdagi abadiy qulsan. Shu payt Utbatul G'ulom ham bir oh ko'tarib hushidan ketdi. O'ziga kelganda Hasan Basriy yuzlanib, ey ustod, ko'p marhamatli bo'lgan Alloh mendan gunohlaringni tavbasini ham qabul qilmadimi? Dedi. Hasan Basriy o'ziga jafo qilgan bandaning tavbasini afvi mo'l Allohdan boshqa kim ham qabul eta olardi, dedi. Shundan keyin Utbatul G'ulom boshini ko'tarib Allohga 3 xil duo qilib yolvordi. Ey Alloh, agar tavbamni qabul qilib, gunohlarimni af etgan bo'lsang, menga tushunish, o'rganish va o'rganganimni muhofaza etish qobiliyatini berki, o'zlashtirganimni aqlimda saqlay. Ey Alloh, menga shunday go'zal bir ovoz berki, mening Qur'on o'qishimni eshitgan har kimsaning qalbi qayg'uga cho'mgan bo'lsa ham qalbida mehr ortsin. Ey Alloh, menga halol rizq nasib ato et, bu o'zim kutmagan joydan rizqlantir. Alloh taolo uning bu duolari qabul bo'lishini bildirdi. Yigitning tushunish qobiliyati va zakosi ortdi. O'rganganlarini hech unutmaydigan bo'ldi. Uning Qur'on o'qishini eshitgan har kishi tavba qilur, yomon amallaridan voz kechar. Har kuni uyiga bir kosa sho'rva bilan 2 ta lochura keladi. Bular qayerdan va kim tomonidan yuborganini hech kimsa bilmas edi. Bu hol o'limiga qadar davom etdi. Binobarin, yolg'iz Alloh uchun yomon amallardan voz kechib, uning buyurganlariga rioya qilganlarning hayoti shundaydir. Chunki Alloh uning uchun yomon amallarni tark etib, yaxshi amallar bilan bezangan va go'zal amallar ado etganlar mukofotini zoya ketkazmaydi. Bir olimdan so'rabdilar, bir kimsa tavba qilganida tavbasi qabul qilingan yo qilinmaganini bilish mumkinmi? Olim bunday javob berdi: yo'q, qabul qilinganini yoki rad etilganini to'g'risida hech qanday javob keskin bir hukm chiqarilishi mumkin emas, lekin qabul etilganini ko'rsatuvchi ba'zi bir alomatlar bor. Kishi o'zida gunoh qilishga moyil bo'lmayotganini ko'radi, qalbida shod-xurramlik ketganini sezadi. Har narsada Allohni hoziru nozir holda topadi. To'g'ri va yaxshi axloqlar kishilar bilan birga yuradi. O'zini yomon fe'li odamlardan uzoq tutadi. Ochko'zlik qilmaydi. Oz bo'lsa ham halol
yo'l bilan oz bo'lsa ham halol yo'l bilan topilganiga qanoat qiladi. Haloldan topgan oz narsalari ko'ziga ko'p ko'rinadi. Qilgan xayrli va go'zal amallari ko'p bo'lsa ham kam ko'rinadi. Qalbi doimo Alloh farz qilgan ishlar bilan band bo'ladi. Dinni yomon ko'zlardan himoya qiladi. Davomi tafakkur holida yuradi. O'tmishda qilgan gunohlari